Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olib ishlayotganlarga emas. Yaqinda pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlarga, ota-onasi pensioner bo'lgan farzandlarga, korxonada kadrlar yoki buxgalteriyada ishlaydiganlarga ham bevosita tegishli. Chunki bitta ariza, bitta hujjat yoki bitta muddatni bilmaslik odamning bir necha oy, ba'zan esa bir necha yil davomida kamroq pensiya olib yurishiga sabab bo'lishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar qayta hisoblatishi mumkin? Kimlar kutib turish kerak? Qanday xatolar ko'p uchraydi va amalda nima qilish lozim? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nozik jihatlar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu kabi ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Ko'pchilik pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlash davom etadi. Buning sabablari har xil. Kimdir oilasiga yordam berishni xohlaydi. Kimdir kredit yoki davolanish xarajatlarini yopishi kerak. Kimdir kasbini yaxshi ko'rgani uchun ishlaydi. Yana kimdir oladigan pensiyasi kundalik xarajatlarga yetmagani uchun ishni davom ettiradi. Lekin mana shu yerda muhim savol tug'iladi. Agar men pensiyaga chiqqanimdan keyin ham ishlasam, keyinchalik pensiyam oshadimi yoki yo'qmi? Odamlar orasida bir nechta noto'g'ri tushunchalar bor. Birinchisi, pensiyaga chiqqandan keyin ishlasang ham baribir hisobga olinmaydi degan gap. Ikkinchisi, har oy ish haqimdan soliq va ijtimoiy to'lovlar ushlanyapti. Demak, pensiyam avtomatik oshib boradi degan fikr. Uchinchisi, pensiyani qayta hisoblatish uchun faqat tanish bilish kerak degan noto'g'ri qarash. Aslida masala aniq tartib, hujjat va muddatlarga bog'liq. Pensiya tayinlanganda odatda fuqaroning ish staji, ish haqi va qonunchilikda belgilangan mezonlar hisobga olinadi. Lekin pensioner pensiya tayinlangandan keyin ham rasmiy ishlasa, u yana qo'shimcha staj to'plashi mumkin. Mana shu qo'shimcha staj va ayrim holatlarda ish haqi haqidagi ma'lumotlar pensiyani qayta hisoblashda ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon qayta hisoblash deb ataladi. Bu yerda juda muhim farq bor. Pensiyaning umumiy oshirilishi boshqa narsa. Pensionerning shaxsiy hujjatlari asosida qayta hisoblanishi boshqa narsa. Masalan, davlat tomonidan pensiyalar miqdori umumiy oshirilsa, bu ko'pchilik pensionerlarga taalluqli bo'ladi. Lekin ishlaganingiz sababli qo'shimcha staj qo'shilib, sizning pensiyangiz alohida qayta hisoblanishi uchun sizning shaxsiy mehnat faoliyatingiz, badallar, elektron bazadagi ma'lumotlar va arizangiz muhim bo'ladi. Avval ko'p ma'lumotlar, qog'oz hujjatlar, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari orqali yuritilgan. Shuning uchun pensioner ishlagan bo'lsa ham ayrim ma'lumotlar tizimga to'liq tushmagan, tashkilot yopilgan, arxivga topshirilmagan yoki xodimning ish staji noto'g'ri kiritilgan holatlar ko'p uchragan. Hozir esa elektron mehnat daftarchasi, soliq va pensiya tizimlaridagi ma'lumotlar tobora ko'proq ahamiyat kasb etyapti. Lekin bu hammasi avtomatik, men hech narsa qilmasam ham bo'ladi degani emas. Aynan shu fikr ko'plab pensionerlarning xatosi bo'lib qolmoqda. Birinchi navbatda, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlayotgan pensionerlar bu masalaga e'tibor berishi kerak. Rasmiy deganda mehnat shartnomasi asosida ishlash, korxona yoki tashkilot tomonidan ish haqi hisoblanishi, soliq va tegishli ajratmalar aks ettirilishi nazarda tutiladi. Agar odam naqd pulga hujjatsiz norasmiy ishlayotgan bo'lsa, bu ish davri pensiya hisobida ko'rinmasligi mumkin. Shu sababli men 5 yil ishladim degan gapning o'zi yetarli emas. Muhimi, bu 5 yil rasmiy bazada bormi? Mehnat stajiga kiritilganmi? Ish beruvchi ma'lumotlarni to'g'ri topshirganmi? Masalan, birinchi misolni olaylik. Aqmal aka 6 yoshida pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning 30 yillik ish staji hisobga olindi. Pensiyaga chiqqandan keyin u yana 30 yil maktabda qorovul bo'lib rasmiy ishladi. Har oy maosh oldi. Ish beruvchi uni xodim sifatida rasmiylashtirgan. Aqmal aka men ishlayapman, demak pensiyam o'zi oshadi deb yurdi. 3 yildan keyin u pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, qayta hisoblash bo'yicha ariza berdi. Tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, uning 3 yillik qo'shimcha ish davri bazada bor. Natijada pensiyasi qayta ko'rib chiqildi. Miqdor juda katta oshmasligi mumkin, lekin har oy 100 ming, 150 ming yoki 200 ming so'm qo'shimcha bo'lsa ham yiliga bu sezilarli pul bo'ladi. Ikkinchi misol. Nazira opa pensiyaga chiqqandan keyin xususiy klinikada hamshira bo'lib ishlagan. U 4 yil davomida ishlagan, lekin ish beruvchi uni to'liq stavkada emas, yarim stavkada rasmiylashtirgan.
Ayrim oylar esa umuman ma'lumot topshirmagan. Nazira opa pensiyani qayta hisoblatishga bo'lganda men 4 yil ishladim dedi. Lekin tizimda faqat 2 yil 7 oyga yaqin davr to'lib ko'rindi. Qolgan oylar bo'yicha muammo chiqdi. Bu vaziyatda pensioner ish beruvchidan ma'lumotnoma, mehnat shartnomasi, buyruqlar, ish haqi hisoblanganini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qilishi kerak bo'ladi. Agar tashkilot mavjud bo'lsa, masalani hal qilish osonroq. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olishga to'g'ri keladi. 3-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin qurilishda ustachilik qildi. Unga har oy yaxshi pul berildi, lekin ish rasmiy bo'lmadi. U 5 yil ishlagandan keyin pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'ldi. Lekin bu davr bo'yicha mehnat shartnomasi yo'q. Ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan, soliq va ajratmalar aks ettirilmagan. Bunday holatda men ishladim degan og'zaki da'vo yetarli bo'lmaydi. Bu juda og'riqli, lekin real holat. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner bo'lsangiz ham ishlayotgan bo'lsangiz, imkon qadar rasmiy ishlang. Bugun qo'lingizga naqd pul ko'proq tegayotgandek tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida bu davr yo'q bo'lib chiqishi ehtimoli bor. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, qo'shimcha ish staji asosida qayta hisoblash sizga tegishli bo'lmasligi mumkin. Lekin bu sizning pensiyangiz umuman o'zgarmaydi degani emas. Davlat tomonidan pensiyalar oshirilganda bazaviy hisoblash miqdorlari yoki belgilangan ko'rsatkichlar o'zgarganda umumiy tartibda oshish bo'lishi mumkin. Ammo aynan ishlovchi pensioner sifatida qayta hisoblash uchun pensiyadan keyingi rasmiy mehnat faoliyati kerak. Yana bir toifa bor. Pensiyaga chiqqandan keyin yaka tartibdagi tadbirkor bo'lganlar, o'zini o'zi band qilganlar yoki shunga o'xshash faoliyat bilan shug'ullanganlar. Bunda juda ehtiyot bo'lish kerak. Faoliyat turi ro'yxatdan o'tganlik, to'lovlar, davrlar va qonunchilikdagi talablar muhim bo'ladi. Odam men do'kon ishlatdim yoki men xizmat ko'rsatdim deyishi mumkin. Lekin pensiya hisobiga kirish uchun bu faoliyat tegishli tartibda rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Keling, oddiy raqamlar bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, bir pensionerning pensiyasi 20.500.000 so'm. U pensiyaga chiqqandan keyin 2 yil rasmiy ishladi. Qayta hisoblash natijasida uning pensiyasi 20.320.000 so'm bo'ldi. Kimdir atigi 20.000 so'm ekan deyishi mumkin. Lekin 20.000 so'm har oy degani 1 yilda bu 20.000 so'm. 3 yilda 4.300.000 so'm. Agar pensioner bu huquqini 2 yil kechiktirib talab qilsa, qancha pulni vaqtida olmagan bo'lishi mumkinligini o'zingiz hisoblab ko'ring. Yana bir holat, pensioni yuqori maoshli ishda ishlagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyaga chiqqandan keyin 30 yil davomida muhandis sifatida 5 million so'm ish haqi olgan. Agar bu davr qonunchilik bo'yicha pensiya hisobiga ta'sir qiladigan bo'lsa, unda qayta hisoblash natijasi boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham hamma narsa maoshim katta edi, demak pensiyam ham juda katta oshadi degan oddiy formula bilan ishlamaydi. Pensiya hisobida cheklovlar, hisobga olinadigan davrlar, staj me'yorlari, o'rtacha ish haqi va boshqa ko'rsatkichlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniq summani faqat mutaxassis hujjatlarni ko'rib, tizimdagi ma'lumotlar asosida ayta oladi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Odamlar qo'shnisining pensiyasi oshganini eshitadi va meniki ham shuncha oshishi kerak deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, ikkalasi ham ishlagan bo'lishi mumkin, lekin ularning oldingi staji, pensiya tayinlangan vaqtdagi ish haqi, pensiya turi, keyingi ish davri rasmiylashtirish holati, hatto ma'lumotlarning bazada to'g'ri aks etishi har xil bo'ladi. Shuning uchun bir odamning natijasini boshqasiga ko'chirish mumkin emas. Eng birinchi nozik jihat ariza masalasi. Ko'pchilik tizimda ma'lumot bor-ku, nega ariza berishim kerak deb so'raydi. Elektron tizimlar rivojlanayotgan bo'lsa ham. Pensiyani qayta hisoblashda fuqaroning murojaati ko'p hollarda muhim rol o'ynaydi. Chunki aynan siz mening pensiyamni qo'shimcha ish stajim asosida qayta hisoblab bering deb talab qo'yasiz. Ariza bo'lmasa, masala cho'zilib ketishi yoki umuman ko'tarilmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qayta hisoblash qaysi sanadan boshlab qo'llanadi. Odatda bunday masalalarda murojaat qilingan sana, huquq paydo bo'lgan sana va hujjatlar to'liq topshirilgan sana alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun men 3 yil oldin bilmaganman, endi borib hammasini qaytarib olaman deb o'ylash xavfli. Qonunchilikda to'lovlar qaysi muddatdan boshlab qayta hisoblanishi aniq tartibga solinadi. Demak, vaqtni cho'zmaslik kerak.
Uchinchi nozik jihat ish beruvchining xatosi. Ba'zan pensioner hamma narsani to'g'ri qilgan bo'ladi. Ishga kirgan, mehnat shartnomasi tuzgan, har kuni ishga borgan. Lekin ish beruvchi hisobotni noto'g'ri topshirgan. Xodimning familiyasini xato yozgan. JIR yoki pasport ma'lumotlarini noto'g'ri kiritgan, stavkani noto'g'ri ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Natijada tizimda ma'lumot chiqmaydi yoki noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner yiliga kamida bir marta o'zining mehnat faoliyati elektron bazada to'g'ri aks etayotganini tekshirtirib turishi foydali. 4-nozik jihat norasmiy ish. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Pensionerlarning katta qismi men rasmiy ishga kirsam, pensiyamga zarar bo'ladim deb qo'rqadi. Shu qo'rquv sababli norasmiy ishlashga rozi bo'ladi. Lekin norasmiy ishning xavfi juda katta, ertaga ish staji sifatida ko'rilmaydi. Mehnat huquqlari himoya qilinmaydi. Ish beruvchi bilan nizo chiqsa, isbotlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun ishga kirayotganda meni rasmiylashtirasizmi? Mehnat shartnomasi bo'ladimi? Ish haqi rasmiy o'tadimi? degan savollarni ochiq berish kerak. 5-nozik jihat pensiya turi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'ichni yo'qotganlik pensiyasi kabi turli pensiya turlarida qayta hisoblash shartlari bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan kishi bilan nogironlik pensiyasi olayotgan kishining holati farq qiladi. Shuning uchun o'zingizning pensiya turini aniq bilishingiz kerak. Men pensionerman degan umumiy gap yetmaydi. 6-nozik jihat chet elda ishlash yoki boshqa davlatdagi staj. Ayrim fuqarolar pensiyaga chiqqandan keyin qo'shni davlatda yoki boshqa mamlakatda ishlaydi. Bunday vaziyatda davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar, hujjatlarning tan olinishi, tarjima va tasdiqlash tartiblari ahamiyatli bo'ladi. Har bir chet eldagi ish davri avtomatik ravishda O'zbekistondagi pensiyaga qo'shilib ketadi deb o'ylamaslik kerak. Bu alohida tekshiriladigan masala. 7-nozik jihat tashkilot tugatilgan bo'lsa. Ko'p pensionerlar eski korxonalarda ishlagan, keyin u korxona yopilgan, nomi o'zgargan yoki boshqa tashkilotga qo'shilgan. Agar siz pensiyadan keyin ham shunday korxonada ishlagan bo'lsangiz va hozir hujjat kerak bo'lsa, arxivga murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Ba'zan arxivdan ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, ish haqi vedomoslari yoki shaxsiy varaqa topiladi. Bu hujjatlar qayta hisoblashda juda muhim bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz orasida shunday inson bo'lsa, men quyidagi tartibda harakat qilishni tavsiya qilaman. Birinchi qadam pensiya turini va hozirgi pensiya miqdorini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi pensiyami? Pensiya tayinlangan sana qachon? Pensiyangiz qancha? Oldin qayta hisoblash bo'lganmi yoki yo'qmi? Bularni bilmasdan turib, keyingi qadamlarni to'g'ri baholash qiyin. Ikkinchi qadam. Pensiyaga chiqqandan keyingi ish davrlaringizni ro'yxat qiling. Qaysi tashkilotda ishladingiz, qaysi sanadan qaysi sanagacha, lavozimingiz nima edi? To'liq stavkami yoki yarim stavkami? Mehnat shartnomasi bormi? Ish haqi rasmiy to'langanmi? Buni qog'ozga yozib chiqing. Masalan, 2021 yil 1 martdan 2023 yil 3 iyungacha maktabda qorovul, 2023 yil 1 avgustdan hozirgacha klinikada hamshira. Shunday aniq ro'yxat mutaxassis bilan gaplashganda juda yordam beradi. 3-qadam. Hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot. Mehnat daftarchasi bo'lsa, uning nusxalari elektron mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlar. Ish beruvchidan ma'lumotnoma, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxasi, ish haqi haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda bir xil hujjat talab qilinmasligi mumkin. Lekin qo'lingizda qancha ko'p asos bo'lsa, muammoni hal qilish shuncha osonlashadi. 4-qadam. Ish beruvchi bilan ma'lumotlarni solishtiring. Kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga boring va men pensionerman, pensiyamni qayta hisoblatmoqchiman. Mening ish davrim va ish haqim elektron tizimlarda to'g'ri aks etganmi deb so'rang. Agar familiya, pasport, shishir, ishga kirgan sana yoki lavozimda xato bo'lsa, ish beruvchi tuzatish choralarini ko'rishi kerak. Buni pensiya bo'limiga borgandan keyin emas, oldindan aniqlagan ma'qul. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki vakolatli markazga murojaat qiling. Murojaatni aniq yozing. Pensiya tayinlangandan keyingi rasmiy ish stajimni hisobga olib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizada umumiy gaplar emas, aniq talab bo'lishi kerak.
qaysi davrlar bo'yicha qayta ko'rishni so'rayotganingizni ham ko'rsatish foydali. 6-qadam ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjatni oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Sizning murojaatingiz ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Ariza raqami, sanasi yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsa, keyin natijani kuzatish oson bo'ladi. Agar keyin kelavering deyishsa ham, siz baribir murojaatingiz rasmiy qabul qilinganiga ishonch hosil qiling. 7-qadam javobni tekshiring. Qayta hisoblash natijasi chiqqanda faqat oshdi yoki oshmadi degan gapga qarab qolmang. Qaysi davrlar hisobga olindi, qaysi davrlar olinmadi, nima sababdan? Agar siz 4 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin faqat 2 yil hisobga olingan bo'lsa, qolgan 2 yil bo'yicha sababni so'rang. Balki hujjat yetishmayotgandir, balki ish beruvchi ma'lumot kiritmagandir. Balki qonunchilik bo'yicha u davr hisobga olinmasligi mumkin. Sababni bilmasdan turib, keyingi harakatni tanlab bo'lmaydi. 8-qadam, agar rad javobi bo'lsa, yozma asos talab qiling. Sizga bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun bo'lmaydi, qaysi me'yor asosida, qaysi hujjat yetishmaydi, qaysi davr tan olinmayapti, yozma javob bo'lsa. Siz keyin yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz yoki hujjatni to'g'rilashingiz mumkin. 9-qadam, hujjatlaringizni doimiy saqlang. Pensioner bo'lganingizdan keyin ham ishga kirish buyrug'i, mehnat shartnomasi, oylik ma'lumotlari, ishdan bo'shash buyrug'i nusxasini saqlab boring. Hamma narsa bazada bor deb beparvo bo'lmang. Elektron tizim yaxshi, lekin hujjatning o'zida ham kuch bor. Ayniqsa tashkilot yopilib ketganda. Eski hujjatlar juda kerak bo'ladi. Men yana bir oddiy, lekin juda foydali maslahat beraman. Farzandlar ota-onasining pensiya masalasida yordam bersin. Ko'p ota-onalar davlat idorasiga borishdan tortinadi. Hujjatlarni tushunmaydi. Elektron tizimlardan foydalana olmaydi. Birga boring, savollarni yozib oling, hujjatlarni tartiblang. Ba'zan bir farzandning yarim kunlik yordami ota-onaning yillab kam pensiya olib yurishining oldini oladi. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun qayta hisoblash masalasida eng muhim qoida shuki, pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ish faoliyatingiz e'tiborsiz qolmasin. Ish staji bazada to'g'ri aks etganini tekshiring. Ish beruvchidan hujjatlarni oling, pensiya jamg'armasiga rasmiy ariza bilan murojaat qiling va javobni sinchiklab ko'ring. Norasmiy ishga aldanmang, og'zaki va'dalarga ishonib qolmang, hujjatsiz yurmang. Men mutaxassis sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta yo'qotish ko'pincha qonunni bilmaslikdan emas, vaqtida so'ramaslikdan, hujjatni tekshirmaslikdan va o'zi bo'lib qoladi deb kutishdan kelib chiqadi. Siz o'z huquqingizni bilsangiz, savol bersangiz, ariza yozsangiz va hujjat talab qilsangiz, pensiya masalasida ancha himoyalangan bo'lasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi sohada ishlagansiz? Qayta hisoblashga murojaat qilganmisiz? Qanday natija bo'lgan? Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz hamda ishlovchi pensioner tanishlaringizga yuboring. Bu ma'lumot kimningdir pensiyasini vaqtida va to'g'ri qayta hisoblatishiga yordam berishi mumkin.